Bismillahirrohmanirrohim. Qadr surasi 5 oyatdan iborat. Inna boshda mana i bilan boshlayapti. Nun g'unna, ya'ni tashdid bilan kelganligi uchun g'unna qilib ushlab turamiz. Inna keyin cho'zamiz. Orqasidan mat munfasil kelyapti. Ham ushlab turamiz, ham cho'zamiz. Inna mat munfasilda 4-5 harakat cho'zish ixtiyoriy. Ya'ni xohlasangiz cho'zasiz, xohlasangiz 2 harakat cho'zib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Anzalnahu nun ixfo bo'lib kelyapti. Ya'ni zarni chiqargan joyga yashiramiz. Anzalnahu anzalna bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Anzalnahu nundan keyin mattabiy kelyapti. Fi ham mattabiy bir ozgina cho'zamiz. Laylatil qadr. Beda qodirda qalqala bordada ozgina qalqalasini berib keyin to'xtaymiz. Qodir. Va ma'dan keyin mat munfasil kelyapti. Bu ham 4-5 ixtiyoriy cho'ziladi. Adrokada da qalqala kelyapti. Adro deb qalqalasini beramiz. Rodan keyin alif mat kelyapti. Mana tabiiy mat 1-2 deguncha cho'ziladi. Adroka mal laylatul bo'lib ulanib ketmasin. Ma'da o'zini aytib olamiz. Ma'dan keyin alif mat kelyapti. Ma laylatul qadr. Dada qalqala bor. Laylatul qadri xayrun min alfi shahr. Laylatul da lamda e'tibor beramiz, qalqala o'qimasin. Qadri da qalqala bor. Xayrun xoqat xo. Rum deganda mana zammali tanvin mimga yo'liqqanligi uchun idg'om bo'lyapti. Xayrun deb g'unnasini ushlab turamiz. Min deganda nun izhor bo'lib kelyapti. Hamzaga yo'liqqanligi uchun nunni aniq bildirib o'qiymiz. Min alfi shahr. Shahr, shahri bo'lib qolmasin. Shahrda bir rada ham sukun berib to'xtaylik. Tanazzalul malaikatuda ulamizlarda qalqala bo'lib qolmasin. Malaikatuda muttasil kelyapti, ya'ni matdan keyin hamza birga kelganligi uchun 4-5 harakat cho'zish vojib, cho'zish shart. Var-ruhu beda mana shamsiy harf, ya'ni alif lomdan keyin so'z tanvin tashdidli harf bilan boshlansa, u harf shamsiy harf hisoblanadi. Fiha dan keyin ham mattabiy bor, hadan keyin ham mattabiy bor. Bi izni bdan keyingi mo'u alifni tagida hamza kelyapti. Shuni o'qiymiz. Bi izni robbihimda ikkita mim bir joyga kelganligi uchun bir-biriga kirib ketyapti. Robbihim min kullida nun kafga yo'liqqanligi uchun ixfo bo'lyapti. Robbihim min kulli amr. Hop. Kulli amr. Beda morda e'tibor beramiz. Amri bo'lib qolmaslik kerak. Amr. Salamun hiya ladan keyin alif mat kelyapti. Cho'zamiz. Munda zammali tanvin, ya'ni izhor qoidasi nunni aniq bildirib o'qiymiz, chunki ha harfiga yo'l qo'yapti. Salamun hiya hatta da o'rtaha chiqaramiz. Hatta tadan keyin alif matni cho'zamiz. Matla'il fajr to yo'g'on harf ham qalqalasi bor. Matla'il fajr jo'da ham bor. Fajr bo'lib qolmasin. Fajr jo'da qalqalasini berib rada sukunini sekin yumshoq berib to'xtaymiz. Sadaqallohu azim. Alloh manfaatli qilsin.